بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ey payg'ambar, o'zingizga tushirilgan Qur'onni butun mahluqotni yaratgan Rabbingiz nomi bilan boshlab o'qing. U insonni laxta qondan yaratgan zotdir. Ey payg'ambar, sizga tushirilgan oyatlarni o'qing. Shubhasiz Rabbingiz ehsoni ko'p, o'ta saxovatli zotdir. U bandalariga qalam bilan yozishni o'rgatdi. Insonga bilmaydigan narsalarini bildirdi va uni jaholat zulmatidan ilm nuriga chiqardi. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. Dar haqiqat, inson boylik sababli kibrga berilgan paytda tug'yon qilib, Allohning chegaralaridan chiqadi. Har bir tug'yonkor yaxshi bilsinki, qaytish